Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadrli savatdoshlar, biz bugun bilim xumarlar darsxonasi tarafidan o'rlashtirilgan ballar iman darsimizni davomlashtiramiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun so'zlaydigan darsimiz 4-dars kitoblarga ishonish. Biz darsimizni boshlashdan burun iman asoslarini bir eslab boqaylik. İman asoslari 6 turlikda. Ya'ni bizning iman asoslari 6 turlikda. Birinchisi Allohga ishonish, ikkinchisi farishtalarga ishonish, uchinchisi Allohning kitoblariga ishonish, to'rtinchisi Allohning payg'ambarlariga ishonish, beshinchisi oxirat kuniga ishonish, oltinchisi taqdirga ishonishdi. Biz darslarimizni mushu bo'yicha aytmayotgandik. Birinchi qatimliq darsni nima qildik? Allohning borligi va birligini o'rgandik. O'tgan soat darsimizni biz Allohning farishtalariga ishonishdan bo'lgan darsimizni o'rgandik. Bugungi darsimiz nima ekan? Allohning kitoblariga ishonish. Allohning kitoblariga ishonish. Ya'ni bugungi darsimizda hal qiladigan 4 turlik masalamiz bor. Birinchisi kitoblarga iymon degan nima? Ikkinchisi Allohning tushirgan kitoblari qaysilar? Alloh taolo qaysi kitoblarni tushirgan? Ya'ni qaysi payg'ambarlarga tushirgan? Uchinchi savolimiz, biz bu kitoblarga qanday ishonamiz? Qanday ishonamiz? To'rtinchi savolimiz, Qur'on qanday kitob? Mushu to'g'risida mush 4 savol ustida to'xtalib o'tamiz. Unda bo'lsa bir-birlab kelaylik, ha? Birinchi savolimiz, kitoblarga ishonish degan nima? Ishonish bilan iymon o'xshash gap, ha? Iymon arabchasi, ishonishchi uyg'urchasi. Shuningdek ba'zida iymon, ba'zi ishonish desam, yana ezib ketmanglar, ikkisi o'xshash gap, ha? Kitoblarga ishonish deganimiz iymonning rukunidan biri bo'lib, İmanның rukuni yoki bo'lmasa imanның asoslaridir. Shunday qo'sh o'xshash gap. Imanның asoslaridan yoki imanның rukunlaridan biri bo'lib, Qur'on Karim tilga olingan butun kitoblarni Allohning tushirganligiga ishonish. Qur'on Karim tilga olingan Alloh men tushirdim degan butun kitoblarni Allohning tushirganligiga ishonish nima bo'ldi ekan? Bizning kitoblarga ishonishimiz bo'ldi ekan, ha? Allohning tushirgan kitoblari qaysilar? Biz bularni ko'rib boqaylik. Alloh qaysi kitoblarni tushiribdi? Alloh taolo tushirgan kitoblarning birinchisi Tavrat, Injil, Zabur, Suhufi Ibrohim va Qur'on Karim. Alloh taolo mushu 5 kitobni bizga tushirganligini bayon qilgan. Ya'ni Alloh taolo tushirgan samoviy kitoblarning ismlari qaysi-qaysilar ekan? Buni yodlab olinglar, bek muhim. Tavrat, İncil, Zabur. Muallim hammasini bilmaydigan shu Suhufi İbrahimni bilmaydigan va u qaysi? Azir deb beramiz, ne? Zabur, Qur'on Karim va Suhufi İbrahim. Bilib oldinglar. Unda bo'lsa, Tavrat qanday kitob? Tavrat qanday kitob? Tavrat Alloh taolaning Musa alayhisolamga tushirgan kitobi. Musa alayhisolamga tushirgan kitobi. Kimga tushibdi Tavrat? Musa alayhisolamga. Musa alayhisolam. Tavrat Qur'on Karimda 18 qatim tilga olingan. Qur'on Karimda 18 qatim tilga olingan. Hamda Alloh taolaning Tavratni tushirganligiga Maida surasining 44-oyatini dalil qilamiz. Buni sajda o'qib oyatni. Inna anzalna at-tavrata fiha hudi wa nur. Huda wa nur. Yaxshi. Uyg'ursini o'qiyapsizmi? Haqiqatan Musoga Tavratni nozil qildik. Tavratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Maşallah. Allah Teala Qur'on Karimning Maida surasida debdi, biz haqiqatan Musa alayhisolamga Tavratni nozil qildik deydi. Tavratni nozil qildik. Tavratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Alloh taolo Musa alayhisolamga Tavratni hidoyat va nur qilib tushirgan. Buni bildinglar? Endi o'rganganimiz Injil. Injil qanday kitob? Injil qanday kitob? Injil Alloh taoloning Isa alayhisolamga tushirgan kitobi. Kimga tushiribdi? Isa alayhisolamga tushiribdi, ha? Isa alayhisolamga tushirgan kitobi. Injil Qur'on Karimda 12 qatim tilga olingan. Endi Alloh taolaning Isa alayhisolamga Injilni nozil qilganligi to'g'risida nurg'un oyatlar bor. Bularning ichida men sizlarga Maida surasining 46-oyatini keldim.
Bunu Nasıl? Nesibesiz okup bakın. Buludu müəllim. فقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Ularının yani Beni İsrail peygamberlerinin arkasıdın özüdün ilgili nazil kılıngan Tevrat'ni yani onun Allah tarafından nazil kılganlıkını tasdikliği İsa ibni Meryem'ni evettik. Onun hidayet bilen nurni öz içige algan İncil'ni ata kıldık. İncil özüdün ilgili nazil kılıngan Tevrat'ni tasdikliğidir. Yani onunla muvafıktır. Takvadarlarga hidayet ve pen nasihattir. Maşallah. Allah razı olsun. Qaranglar, bu ayette Allah Taala nima deyapti? Yani İncilni Allah Taala kimga nazil qildim deyapti? İsa ibni Meryemga deyapti deydi. Yani İncil özüdün ilgari nazil qilingan Tevratni tasdiqlovchi deydi. Avval qaysi kitap nazil qilingan ekan? Avval Tevrat, ondan keyinchi İncil nazil qilingan. Nazil qilingan degan gap bu Arapça nazil degan Arapça gap, lekin Uyg'urchimizga singib ketgan bir so'z. Bu tushirilgan degan ma'noda, tushirilgan deb tushunsanlar bo'ldi. Yani avval Tevrat tushirilgan Musa alayhisalomga, ondan keyinchi İncil İsa alayhisalomga tushirilgan. Endi İncil tushirilgandan keyin Tevratning hukmi amaldan qoldirilgan. Yani endi Tevratga amal qilmaysiz, bundan keyin İncilga amal qiling deb Alloh taolo İncilni tushirgan chog'da qanday qilgan? Tevratni tasdiqlaydigan ham uning hukmini amaldan qoldirilgan holatda tushirgan. Tushundinglarmi? İncil qanday ekan? Nima tasdiqlaydi ekan? Qaysi kitobni? Tevratni tasdiqlaydi ekan. Shundaqmi? Tevratni tasdiqlaydi ekan. Hamda Tevratning hukmini amaldan qoldirib, nazil qilingan hidayat va fan nasihat kitobi ekan. İncilninki qanday kitap ekanligini bildik. İsa alayhisalom nazil qilinganligini, Tevratdan keyin tushirilganligini, Tevratni tasdiqlash ham uning hukmini amaldan qoldirish uchun tushirilganligini bildinglar. Undaq bo'lsa, Zabur qanday kitap? Zabur qanday kitap? Zabur Davud alayhisalomga tushirilgan kitap. Unutib qolmanglar, kimga? Davud alayhisalom. Davud alayhisalomga tushirilgan kitap. Buning dalilini Zulkifl o'qib beqing. Zulkifl. Muallim. Ve ateyna Davud zaburan da. Ay, qismaydi bir watch qilib yozgan chog'imda. Zaburni ata qildik. Maşallah. Davudga Zaburni ata qildik. Allah Taala İsra surəsinin 55-ci ayətinin axırı, bu ayətnin ən axırı. Biz Davudga Zaburni ata qildik, deyildi Allah. Yani Zabur kimga tushirilgan ekan? Davud alayhisalomga tushirilgan. Suhufi İbrahim, Allah Taalaning İbrahim alayhisalomga tushirgan 10 sahifalik kitobi. İbrahim alayhisalomni bilamizlar? Mikrofonni javob bersanlar bo'ldi. Ben bilmeyim. İbrahim alayhisalomning cho'nqali kitobini sizlar qaraysizlar. Ben so'rab boqay. Muallim, uni Namrud otqatma qolgan. Ha, Ama yaxshi. otini yoqmagan.
Yaxshi. Namrud İbrahim alayhissalom o'tqa tashlagan, ammo lekin Allohning izni bilan o't qanday bo'lgan? Yani İbrahim Aleyhisselam'ın Namrud o't tashlagan chaqda Alloh taolo o'tqa buyruq qilib, İbrahim Aleyhisselamga nima bo'lgan degan? So'g'uq va salomat bo'lgan. O't İbrahim Aleyhisselamni ko'ydirmagan, o't ko'ydirmagan. Ondan qolsa İbrahim Aleyhisselamga mushu suhuf degan gap desanglar, sahifalar degan gap. Masalan, daftarniki varaqlarni biz deymiz, sahifa deymiz. Ashunday varaqlar. İbrahim Aleyhisselam aslında kitap şekilde emas, varaq şekilde tushirgan. Shundan bu suhuf degan arabcha varaqlar degan gap. İbrahim Aleyhisselam tushirgan varaqchilar. Endi buning dalilini biz ko'rib boqaylik. Zakariya o'qiyapmi? Zakariya bormisiz? Ha, o'qiyapmi? قال تعالى إنه Qala ta'ala o'qimasangiz bo'ladi. Alloh taolaning dedi degan gap, ha? Ma qirqat ekan o'qi. إن هذا لفي الصحف أولى صحف إبراهيم وموسى. Maşallah. Uyg'urcha o'qiy olamsiz? Hay o'qiyqa maşallah, ha. Bu yana bu suredeki vecler şek şüphesiz bulunduğu kitaplarda İbrahim ve Musa'nın kitapları da baldır. Maşallah. Qancha yaş kirdingiz? 5. Oy maşallah. Qaranglar 5 yaş kirib Qur'on Karimni o'qiy oladi ekan, Uyg'urchani o'qiy oladi ekan. Ustoz, ben Kur'an okuyorum, ben 5 yaş. Maşallah sizlarga. Nihoyat aqlli qizlar maşallah. Ama başladım teşkil. Yaxshi. Ya'ni A'la surasining 18-19 oyatlarda Alloh taolo nima debdi? Inna hada la fi suhufil ula, suhufi İbrahim ve Musa debdi. Yani bu suradagi vazlar shak shubhasiz burunqi kitaplarda İbrahim ve Musa'larning kitaplarida bordir deb Alloh taolo İbrahim alayhissalomga ve Musa alayhissalomga kitap tushirganligini bu oyatda bizga bayon qilib beradi. Yani İbrahim alayhissalomga tushirgan Suhufi İbrahim ismi. İbrahim Aleyhisselam'ın kitabının ismi Suhufi İbrahim deb bilsanlar bo'ldi. Qancha sayfali kitap tushiribdi İbrahim Aleyhisselam Alloh taolo? 10 sayfali kitap tushirgan, ha? Anne, bilsem bunu. Ha. Malum yeni Allah Teala Aleyhisselam'a 10 sayfalık bir kitap düşürgen. Kimga? Adem Aleyhisselam'a. Ha, yaxshi. Adem Aleyhisselam'ın kitap tushirgan, ha? Kim ko'rib boqaylik? Malum. Endi ko'rib boqaylik qaranglar. Alloh taolo İbrahim Aleyhisselam'dan boshqa payg'ambarlarga mo sahifa tushirganmi? Hozir degan o'quvchimiz deganga o'xshash Alloh taolo Adem Aleyhisselamga mo 10 sahifa tushirgan ekan. Maşallah qaranglar. Adem Aleyhisselam tushirilgan 10 sahifa bor ekan. Bundan boshqa Şis Aleyhisselamga tushirilgan 50 sahifa bor. Şis Aleyhisselamga tushirilgan 50 sahifa. Şis Aleyhisselamni bilamsizlar? Ya. Yani Adem Aleyhisselam'ın keyingi peygamber. Adem Aleyhisselam'ın keyingi peygamber Şis Aleyhisselam. Şis Aleyhisselam Allah Teala 50 sayıp tushirgan. Onun keyingi peygamber İdris Aleyhisselam qaranglar. İdris Aleyhisselam Allah Teala 30 sayıp tushirgan. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın sayfasidan boshqa 3 sayfa bor ekan. Adem Aleyhisselam'a tushirgan 10 sayfa, Şis Aleyhisselam'a tushirgan 50 sayfa, İdris Aleyhisselam'a tushirgan 30 sayfa. Cemi qancha sayfa bo'ldi? İbrahim Aleyhisselam'ın sayfasidan qo'shilib. İbrahim Aleyhisselam'ın sayfasidan qo'shilib, cemi 4 sayfa bo'ldi. 4 sayfa. Yani nima? Aslında müşkülerde yazılmaydı. Hayır yazılmadı. İbrahim Aleyhisselam'ın sayfasını biz aldıda öğrenip olduk. Mana bu yerda İbrahim Aleyhisselam'ın sayfası da Suhufi İbrahim'de ayrı öğrenip olgan bu başqa bir yerda yazmadım. Tamam. Yani sayfalardan qanchasi bo'ldi? 4 bo'ldi. Adem Aleyhisselam'ın tushirgan 10 sayfa, Şis Aleyhisselam'ın tushirgan 50 sayfa, İdris Aleyhisselam'ın tushirgan 30 sayfa, İbrahim Aleyhisselam'ın tushirgan 10 sayfa. Buni yodlab olinglar. Undan boshqa Alloh taoloning tushirgan kitob shakldagi kitoblardan qanchasi bor ekan? Zabur, Tavrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Shunday qo'y 4 kitob, 4 sahifa bo'ldi. Bularni pishiq yodlaymiz, ha?
Qaytadan takrorlab atayım, yadda bilinglar men bilan birlikda. Allah Teala'nın tushirgan 4 kitobi Zabur, Tavrat, Injil ve Kur'an-ı Kerim. Tushirgan 4 tane sahifasi bor. Birinchisi Adam alayhissalom tushirgan 10 sahifa, ikkinchisi Shis alayhissalom tushirgan 50 sahifa, uchinchisi İdris alayhissalom tushirgan 30 sahifa, to'rtinchisi İbrahim alayhissalom tushirilgan 10 sahifa. Shundan bilan Alloh taoloning osmondan tushirgan kitob va sahifalari, ya'ni Qur'on Karim tilg'alanganlari shunchalik. Bundan boshqa tilg'alanmagan yana nurg'unlari bo'lishi mumkin. Biz hozir shu bilganlarimiz shunchalik, ha? Muallim. Nimishqa İblis alayhissalomga shaytonlarning boshlig'ining ismini qo'ydi? İblis'de. Nimishqa İblisga shaytonlarning boshlig'i İblis deb ism qo'ydi. Uning ismi İblis ekan to'q. Odam yaratilishdan burunlam İblis ekan to'q ismi. Alloh shundan İblis deb ism qo'yibdi ekan. İdris alayhissalom İdris Ya muallim o peygamberimizning ismi. İdris bilan İblis o'xshamaydi. Qarang, mau İdris. Şeytan ismi-chu İblis. İblis. Yani B L I S. İblis. Mau peygamberning ismi-chu İdris. İkisi ikki gap, o'xshamaydi. Men gapingizni xato tushunib qoptiman, ha? Endi aniq bo'ldimi? İdris bilan İblisni farqlantiringlar, ha? Endi 3-cü mezmunumuz nima? Qur'on Karim qanday kitob? Qur'on Karimni hammamiz kunda o'qiymiz. Mashallah, sizlar nihoyat yaxshi o'qiysizlar. Endi buning qanday kitob ekanligini biz ko'rib boqaylik, ha? Qur'on Karim birinchisi Allohning so'zi. Hammamiz buning ishonamiz shundaqku, Allohning so'zi. Hech qanday bir insonning so'zi emas, payg'ambarimizning so'zi emas, farishtalarning so'zi emas, birisining yozib olgan kitobi emas. Bu kimning so'zi? Allohning so'zi. Bu kitobni Jibril alayhissalom osmondan tushirgan kitob. Osmondan tushgan Allohning so'zi bo'lgan bir kitob. Buni Qur'on Karim payg'ambarimizga tushirilgan. Payg'ambarimizga tushirilgan, uni biz ham butun insonlarning hammasini amal qilish uchun tushirgan, ha? Yaxshi. Endi Qur'on Karimning ikkinchisi ko'rib boqaylik, ikkinchi mazmun. Qur'on Karim 23 yil jarayonida Jibril alayhissalomning vasitasi bilan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge tushirilgan. Qur'on Karim 23 yil jarayonida Jibril alayhissalomning vasitasi bilan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge tushirilgan. Endi Qur'on Karimning tushirish jarayonini qarasanglar, Alloh taolo avval Baytul Izzaga tushirgan. Birinchi qavat osmonga tushirgan. Qachon tushirgan? Laylatul Qadr kechasi. Inna anzalnahu fi laylatul qadr deydi. Laylatul Qadr kechasi biz Qur'on Karimni tushirdik deydi. Nega uchun? Lavhul Mahfuzdan birinchi qavat osmonga tushgan. Birinchi qavat osmonning ismi bu yana Baytul Izza deb tilg'alandi arabchasi. Baytul Izzaga tushirilgan. Ondan keyin Jibril alayhissalom Allohning buyrug'i bo'yicha Baytul Izzadagi bu Qur'on Karimni, tushgan Qur'on Karimni 23 yil jarayonida birdan ikkita oyatlarni parcha holatda payg'ambarimizga tushgan. Ya'ni bu oyatlar mush payg'ambarimiz yashash jarayonida duch kelgan masalalar shuni qarta qana bo'lgan, nozil qilingan. Ya'ni birinchi qatam qaysi oyat tushgan? Iqro bismi robbikallazi xalaq degan oyat birinchi qatam shu oyat tushgan. Qur'on Karim 23 yil jarayonida Jibril alayhissalomning vasitasi bilan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushirilgan kelgan bildinglar shundaqo. Jibril alayhissalom bir vaqt tushiribdimi yoki parcha tushiribdimi bildinglar, ha? Qur'on Karimni parcha holatda 23 yil jarayonida tushirgan. Ya'ni payg'ambarimiz payg'ambarlik vahiysi 40 yoshda keldi. Qachon vafot bo'ldi? 60 yoshda vafot bo'ldi. Ya'ni 23 yil yashadi. Payg'ambarlik vahiysi kelgandan keyin 23 yil yashadi. Mushu yashagan oraliqda Qur'on Karim ashunday parcha holatda payg'ambarimizga tushirildi. Ondan sonra bilgan bo'lsanglar, uchinchisi Qur'on Karim balog'atlik arab tilida yozilgan. Qur'on Karimning tili nima? Arab tili. Qur'on Karimning tili arab tili. Arab tili uchun nihoyatda balog'atlik, nihoyatda fasohatlik, go'zal bir til. Ya'ni qisqa bir kalima bilan nihoyatda ko'p ma'nolarni ifodalaydigan, nihoyatda balog'atlik bir til. Endi gap qilaman. Muallim
Peygamberimiz unda deyapti, ahirette hamma adam arabchaga o'qitadi. Ha, oxiratda ya'ni jannatning tili nima? Arab tili, ha? Jannatning tili arab tili. Anneni ko'rib boqaylik. Qur'on Karim qanday kitob? Men 3 mazmunni bilgan bo'lsanglar, 4-inchisi Qur'on Karim mo'jizalar bilan to'lgan. Hech kim Qur'on Karimga o'xshash bir oyatni keltirolmaydi. Hech kim o'zgartirmaydi. Alloh qiyomatga qadar Qur'on Karimni qo'g'daydi. Qur'on Karim mo'jizalar bilan to'lgan bir kitob. Qur'on Karimning hamma yeri bir mo'jiza. Qur'on Karimda nurg'un ilm-fan mo'jizalarim bor. Bugungi kunda olimlar tadqiq qilib oxirini chiqaramagan nurg'un mo'jizalar bor. Biz bu mo'jizalarni keyingi darslarimizga o'rlashtirdik. Ya'ni Qur'on Karimningki ilmiy mo'jizalarini o'rganib o'tamiz. Qur'on Karim shunda nihoyat mo'jizalik bir kitob. Ya'ni olimlar, bir tadqiqotchi olimlar bir ko'rsimi hayron qoldi. Bu haqiqatan Allohning so'ziga. Bu musa 1400 yil ilgari nozil tushirilgan bu kitobda bugungi bu yuqori fan texnikalar qilib bo'lgan insonlarning qudrat yetmaydigan bunday kitobimiz tilga ilinmaydi. U chog'da degan deb Bir tane takım öncesini ben anlayan muallim. deb Hazırki bilim insanları alemine onunki bulutlarının yenilikini oylap ama ahire bügenledi ağırlıkını tepkiken. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de 1500 yıl ilgili ağır bulutlu da hitap etken. Vay maşallah. Maşallah. Allah razı olsun. Hem de hiç kim Kur'an-ı Kerim'e okşaş bir ayetini keltiremeydi. Hiç kim Kur'an-ı Kerim'e okşaş bir ayetini keltiremeydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şu vaktdeki insanlara, yani Kur'an-ı Kerim nazil kılıngan vaqtda Peygamberimizin davridagi mushriklarga aşınat jang e'lon qilgan. Agar da bu Qur'on Karim Allohning so'zi degan gapinglarga ishonmasanglar, bir oyatni keltirib beqinglar degan. Ammo bu mushriklar keltiradiganmi, keltiramagan. Halbuki bu vaqtda Peygamberimiz yashagan davrda she'riyat noyitim taraqqiy qilgan. Insonlar noyitim balog'atli so'zlaydigan shunday bir mezgildimi, Qur'on Karimga o'xshash bir oyatni hech kim keltiramagan. Hech kim keltiramagan, ha? Ya'ni hozirmi hech kim Qur'onga o'xshash bir oyatni keltiramaydi. Hech kim Qur'on Karimni o'zgartirmaydi. Hech kim Qur'on Karimdan bir harfni o'zgartirishga qodir emas. Alloh taolo qiyomatgacha Qur'on Karimni o'zi qo'g'daydi. Qiyomatgacha men Qur'on Karimni o'zim qo'g'dayman deb Alloh bizga va'da bergan. Shuningdek Qur'on Karimni hech kim yo'q qilib o'tmaydi, hech kim o'zgartirib o'tmaydi. Buni kim qo'g'daydi? Qur'on Karimni Alloh o'zi qo'g'daydi, ha? Buni bilgan bo'lsanglar, 5-inchisi qiyomatgacha bo'lgan butun ummatga vatilgan. Qur'on Karim qiyomatgacha bo'lgan butun ummatga vatilgan. Ilgirki kitoblar, masalan, Tavrat, Injil, Zabur degan kitoblar ma'lum bir qavmga, ma'lum bir rayonga vatilgan bo'lsa, masalan, Ibrohim alayhisolamning sahifalari İbrahim Aleyhisselam yaşayan şu rayonga, mesela Palestin'de yaşayan bolsa, şu Palestin'deki insanlara nazlı kılıngan bolsa, Kur'an-ı Kerimçi Kur'an-ı Kerim kıyametçi bo'lgan bütün ümmetke, bütün insanlar, bütün cinler, hem de bütün dünyadaki hamma rayondaki bil insanlarning hammasiga o'rtaq avatilgan. Yani Kur'an-ı Kerimga bütün insanlar amal qilsin. Bütün cinler amal qilsin. Yani hiç qanday bir yerdagi odamlarga boshqa kitob yo'q. Hammasining kitobi nima? Qur'on Karim. Yani hammamizga o'rtaq avatilgan kitob. Buni bilib olinglar, ha? 6-inchisi Qur'on eng oxirgi kitob. Qur'on Karim eng oxirgi kitob. Alloh taolo toki qiyomatgacha Qur'on Karimdan boshqa hech qanday bir kitob tushirmaydi. Qur'on Karim bizning eng oxirgi kitobimiz. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimni toki qiyomatgacha saqlaydi. 7-inchisi Qur'on Karim musulmonlarning amal qiladigan qonuni. Bizning qonunimiz nima? Qur'on Karim. Biz nimaga amal qilamiz? Qur'on Karimga amal qilamiz. Bildinglar, ha? Biz Qur'on Karimga amal qilamiz. Bu Qur'on bizning qonunimiz. Qur'onda bütün narsaning hammasi yoziqliq. Mayli diniy jihatdagi qonun hukmlar bo'lsin, mayli bizning kunlik turmushimizga oid bo'lsin, mayli ilm-fan bilan munosabatli bo'lsin, yana turmushimizda, shu dunyoda bizning beshimizga nima duch kelsa, shuning hammasi Qur'on Karimda yoziqliqmi? Hammasi yoziqliq, ha? Yana bizning qonunimiz. 8-inchisi Qur'on Karim ilgirki samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchi va hukmini amaldan qoldiruvchi. Samoviy kitob deganda nima degan gap?
osmondan tushirilgan kitob degan gap. Samo degan arabcha osmon degan gap. Sama degan osmon degan gap. Ya'ni samoviy kitoblar deb anlasanglar nima deb tushunasizlar? Osmondan tushirilgan, ya'ni Alloh tarafdan tushirilgan kitoblar deb tushunsanglar bo'ldi. Bu kitoblarimiz qaysi-qaysini o'rgandik? Zabur, Tavrat, Injil, Qur'on Karimdan o'rgandik. Endi biz Qur'on Karimni so'zlayapmiz. Qur'on Karimdan ilgari samoviy kitoblar qaysi bo'ldi? Ya'ni Zabur, Tavrat, Injil va sahifalar. Biz o'rgangan sahifalar. Mushaning hammasi tasdiq qiluvchi. Qur'on Karim tasdiq qiluvchi. Ya'ni mush ilgari kitoblarning hammasini Alloh taolo tushirgan-di, Allohning kitobi deb tasdiq qiluvchi va hukmini amaldan qoldiruvchi. Qur'on Karim nozil qilingandan keyin ilgari kitoblarning hukmi qoldimi, qolmadi. Qur'on Karim nozil qilgandan keyin Tavratning hukmi qolmadi, Injilning hukmi qolmadi. Ya'ni buningga endi amal qilmaysiz. Endi biz Alloh taologa ishonaman degan kishi kim qaysi kitobga amal qiladi? Qur'on Karimga amal qilish kerak. Deb burun kitoblarning hukmini amaldan qoldiribdi. Ya'ni Qur'on nozil qilingandan keyin Injilga amal qilish bormi? Yo'q. Tavratga amal qilish bormi? Yo'q. Qur'on nozil qilindi. Mayli Tavrat burun, Qur'ondan burun Tavratga amal qilayotganlar bo'lsin, Injilga amal qilayotganlar bo'lsin, bular qanday qilish kerak? O kitoblarni qo'yib qo'yib, bizdan Qur'onga amal qilish kerak. Endi İncir Tevrat o kitaplarını zaten anlamıyla Hristiyanlar almıştırdı. Yaxshi, hozir o'sha to'g'riliq endi so'zlaymiz. Qur'on Karim ilgirki samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchi, ya'ni tasdiq qiluvchi degan degan gap Alloh tushirgan deb tasdiq qiladi. Ya'ni dastlabki holatini va hukmini amaldan qoldiruvchi. Uning hukmi endi amaldan qoldi. Endi bundan keyingi hukm faqat Qur'on Karim bo'yicha bo'ldi deb hukmini amaldan qoldiribdi. 9-si Qur'on Karimga amal qilish ham tilovat qilish bilan iborat qilgan bo'lamiz. Qur'on Karimga amal qilsaqmi iborat qilgan bo'lamiz, tilovat qilib o'qisaqmi iborat qilgan bo'lamiz. Qur'on Karimning buyruqlariga amal qilsaqmi ibodat, o'qisaqmi ibodat. Ammo ilgirki kitoblarda, Tavrat va Injillarda o'qish bilan, ya'ni tilovat qilish bilan iborat qilgan hisoblanmaydi. Faqat shu buyruqlarga amal qilish bilanla ananiki iborat qilgan hisoblanadi. Ammo lekin Qur'on Karim tushilgandan keyin har bir kalimasi, har bir harfi shunchalik muqaddas, shunchalik ulug'ki Qur'on Karimning bir harfini o'qisaqmi Alloh taolo shuni o'qishga savob beradi. Ya'ni biz iborat qilgan bo'lamiz. Shundanlashindami, ya'ni Qur'on Karimga amal qilsaqmi iborat qilgan bo'lamiz, tilovat qilsaqmi iborat qilgan bo'lamiz. Buni bilib oldik. Ilgari kitoblarda amal qilsaq ibodat bo'ladi, tilovat qilsaqcha ibodat bo'lmaydi. Endi sizlardan bir savol so'rab boqay. Qaysinglar javob bera olasizlar qani? Qur'on Karimda qancha sura, qancha oyat bor? Qaysinglar javob bera olasizlar? Men Qur'on Karimda 114 tal sura bor. Qur'on Karimda 666 tal oyat bor. 114 tal sura. Qur'on Karim 10 tal sura, 666 tal oyat bor. Yaxshi. Qur'on Karimda 114 sura bor. 6236 oyat bor. Bu oyatninki soni o'zaro ixtilof bor. Degandek 66 deydigan olimlar bor, 36 deydigan olimlar bor. Bu farq nereden kelib chiqqan desanglar, Bismillahirrohmanirrohim sana shak sanamasdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Qur'on Karimda 114 sura bor, 6236 oyat bor deb o'rganib olsanglar bo'ldi, Ma'qul. Bilmaydiganlarni bilib olinglar. Qur'on Karimda qancha sura bor ekan? 114 sura bor. Qancha oyat bor? 6236 oyat bor. Endi Qur'on Karimdan boshqa kitoblarga qanday iymon keltiramiz? Qur'on Karimga chuqur amal qilishimiz kerak, shundaqmi? Chuqur amal qilishimiz kerak. Endi boshqa kitoblarga qanday iymon keltirsak bo'lar endi deb o'ylab qolgan bo'lishimiz mumkin. Endi buning javobi qaraylik. Bu Qur'onning boshqa kitoblarning hammasini Alloh taolo tushirgan. Shundaqmi? 4 sahifani, 4 kitobni ko'rdik, hammasini Alloh taolo tushirgan. Ammo insonlar Qur'on Karimdan boshqa kitoblarning hammasini o'zgartirib o'tgan. Kitoblarni o'zgartirib o'tgan. Insonlar o'zgartirib o'tgan. Ya'ni asli holatida Alloh tushirgan, shundaq Allohning so'zida. Keyinchi insonlar o'ziniki nafsi xohishiga ergishib, har xil o'zgartirib o'tgan. Kitoblarning hammasini Alloh taolo tushirgan, shundaq dastlabki holatida, keyin qana bo'lgan insonlar kitoblarni o'zgartirib o'tgan. Shunday qana qilamiz, Qur'on Karimning boshqa kitoblarning hukmiga bo'ysunmaymiz. Hükmüne boysunmaymiz. Ammo dastlabda Allohning nozil qilgan kitob ekanligi uchun uningga ishonamiz.
Muşu bo'yicha e'tiqod qilsak, bizning e'tiqodimiz to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Ya'ni Tavratni, Zaburni, Injilni, Qur'on Karimni va boshqa sahiflarning hammasini Alloh taolo tushirgan. Qur'on Karimni hech kim o'zgartib o'tmaydi, shunday Alloh saqlaydi. Ammo lekin buningda ilgari kitoblarning hammasini insonlar o'zgartib o'tgan. Shunlashqa buning hukmi amaldan qolgan. Biz bunga bo'ysunsak bo'lamdi, bo'ysunsak bo'lmaydi. O'qisak bo'lamdi, o'qisak ham bo'lmaydi. Endi Qur'on Karimning boshqa kitoblarniki o'zgartib etilganligi haqidagi dalillarga qarab boqaylik. Ya'ni insonlar nima uchun qanday o'zgartib o'tibdi qarab boqaylik. Mana bu oyatni Xadicha o'qiymi? Minallazina hadu yuharifunal kalima anna mawazi'i yaxshi. Alloh taolo Nisa surasining 46-oyatida Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zini o'zgartib o'tganlarmi bor deb Alloh taolo bizga kitobning, ya'ni Tavratning o'zgartirganligini xabar bergan. Endi bir oyatni ko'rib boqaylik. Muhammad o'qiymi? فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Kitapni öz qo'llari bilan yezib uni az pulga setish dunyoning azg'ina manfaati shu bu Allah tarafidan nozil bo'lgan degichilarga va dünyani yazanlar yani Tevratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Uchun bu Allah tarafidan Bunun bilan erishgan harom narsalar uchun ularga voy deydi. Yaxshi, maşallah. Ya'ni bu oyatdan bilimizki Alloh taolo mushu insonlarning kitobni o'z qo'llari bilan yezib, bir kitobni o'z qo'li bilan yezib kelib, bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan degan insonlarning borligini bizga xabar qiladi. Ya'ni ba'zi insonlar o'z qo'li bilan bir kitobni yezib, bu Alloh tarafidan nozil bo'ldi, bu Allohning kitobi deb insonlarni yo'llagan. Bundaqlarga voy degan. Voy degan gap bularga aytdim bir. Azob bo'lsin degan gap, Qo'li bilan yozgan, ya'ni Tavrat o'zgartganliklari uchun ularga voy deydi. Bularning erishgan harom narsa uchun ularga voy. Ya'ni oz pulga setish uchun qilibdi buni. Nima uchun qilibdi? Oz pulga setish uchun. Ya'ni shu hukmini dunyoning manfaati uchun, ozroq pulga erishish, pul manfaatiga erishish uchun bu kitoblarni o'zi yozib, bu Alloh tomonidan bo'lgan deb shundoq insonlarning yo'llagan ahvollar bor ekan. Tavratni ham shunday o'zgartib o'tgan deydi. Tavratning nimalarini o'zi yeziblamay kelib, mushu Tavratning ichida botdi deb Tavratga qo'shib qo'ygan. Shunday o'zgartib o'tgan. Oldidagi oyatda o'rgandik. Ya'ni ba'zilar yuharrifunal kalima an mawadi'i degan gap desanglar, mushu eg'izi bilan so'zni o'zgartib o'tgan degan gap. Ya'ni eg'izni to'lg'ab turib, o'zi maylicha bir narsani deb Anadaki mushu Tavratning ichida bor so'zlarman, Tavratning ichida gapni qilyapman deb eg'iz orqali o'zgartib o'tgan. Ya'ni kitoblarni ikki xil shaklda o'zgartib o'tgan. Birisi eg'iz orqali, yana birisi yezib o'zgartib o'tgan. Buningda bu oyatlarni nimani bildinglar?
Yani Kur'an'ın başka kitaplarının hemmisinin insanlar tarafından mayli egzaki bo'lsin, mayli yozmachi bo'lsin, o'zgartib etilganligini bildinglarmi? Bildinglar, ha? Shuning uchun qanday qilamiz? Bu kitaplarga ishonamizmi, ishonmaymiz? Bo'ysunamizmi, bo'ysunmaymiz? Faqat nimaga bo'ysunamiz? Faqat Alloh tushirgan eng muqaddas Qur'on Karimga bo'ysunamiz, ha? Qur'on Karimga bo'ysunamiz. Qur'on Karimni o'qiymiz. Bundan boshqa kitobni o'qisak bo'lamdi? Bo'lmaydi. Ishonsak bo'lamdi? Bo'lmaydi. Hukmiga bo'ysunsak bo'lamdi? Bo'lmaydi. Qaysini o'qislar amana rasulni yod bildiganlar bormi? Bildiganlar cho'qim borimizda. Muallimim ben O'qib beraman. من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Maşallah. Hazır o'qilgan oyatning mazmun tarjimasini obdan ko'rib baqsama bo'ldi. Ya'ni Alloh taoloninki tushirgan kitoblarga ishonishni Alloh taolo shu iymonning qatoridan qilgan. Biz bugun o'rganib bo'ldik. Alloh taoloning kitoblariga qanday iymon keltirganligimizni o'rgandik. Undan o'z xulosa qilib darsimizning mazmunini shat tugadi. Xulosa qilib men sizdan so'rab baqay. Alloh taolo tushirgan samoviy kitoblarni qaysilarini sanab bersizlar? Men Sanab beqing. Ben Osman Javob bir paqmaga bir savol javob bir paqmaga. Kur'an-ı Kerim Ha. Kur'an-ı Kerim Tevrat Ha. İncil Ha. Zebur Ha. Yeniçi? Usta bu 4 kitap. Ha. Töz sahih Kur'an. çu? Muallim ben sen bulamdı. Ha da peqma. Muallim İncil, Tevrat, Kur'an-ı Kerim ve Zebur. Allah Teala'nın səhvlik bulab düşürgənliyi Adem Aleyhisselam'a 10 səhvə, Şiis Aleyhisselam'a 50 səhvə, İdris Aleyhisselam'a 30 səhvə, İbrahim Aleyhisselam'a 10 səhvə. Maşallah. Maşallah. Yaxşı o'ynabsizlar. Maşallah. Undan olsa o'yinlarni baqilaman musobaqa qilamsizlar.